Scalpingda shunaqa narsa bor. Juda ham kirib, tez chiqish. Bu narsani masalan siz 1 minutlik time frame'ga qaraysiz. Qaragan vaqtingizda bu yerda masalan mana bu yerda liquid olingan, to'g'rimi? Siz tezroq chiqmoqchisiz. Nimani kutasiz? Market struktura buzilishi mana. High low chizib ko'rsatyapmiz. Xo'p, scalpingda tez kirib, tez chiqish degan narsa bor. Shu narsaga qarab turish muhim. Bozorga siz qarab turib savdo qilganingizdan keyin kirishingiz ham, chiqishingiz ham juda ham erta bo'ladi. Masalan, mana liquid olindi, siz savdo qildingiz longiga, to'g'rimi? Mana masalan longiga ochildi savdo. Siz mana shu yerda chiqishingizni qayerdan bilib olasiz? Bu narsani mana high low hali struktura buzilmayapti. Просто tak ketyapti. High low support bo'lyapti hammasi. High low endi mana high low katta mana FVG bilan market buzilyapti. Market shift qilyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Shu yerda siz chiqib ketayotgan bo'lasiz mana. Foydangiz 0.80% уже olib chiqib ketyapsiz. Bu degani 20 plechoda kirsangiz уже bemalol 18-17% olib savdo olib chiqib ketyapsiz. Ya'ni tezroq chiqish, ertaroq chiqish, bozorda siz qachon, qayerda nima bo'layotganini bilishingiz mana shu narsalardan bo'ladi. Yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying.